Lekin Tehronda Enurezdan yaxshi bo'lib ketgan bemorim tavsiya etib kelishadi bular. Ashunga dedi. Urologik kasallik bo'yicha keluvdilar. Nima enurezmi tungi silib qo'yishmidi? Enurez kelgan undan oldin ko'chkada muammo borligi uchun urologga davolanadi. Nima deb qiluvdi? Lecheniya qilib, yaxshi qilib etap sekin davolab olaman bo'ldi. Qishligi yo'q, qishdan chiqqandan keyin yana qaytaolib qoladi. O'zini analizida ham mochevina kreatinin o'ta baland edi ekan. Keyin yangitdan topshirtirdim, bizda ham baland chiqdi, mochevina normal chiqdi. Nefroskleroz chiqdi-da. Gidronefroz первой степени chiqdi. Xo'p. Birinchi nima? Xo'p. Nefrosklerozda, gidronefrozda davolasa bo'ladimi? Siz menga savol beryapsiz. Ha, davolasa bo'ladi. Buyrak perisapkasi shu yig'lamangda. Buyrak perisapkasini qilsa bo'ladimi? Buyrak perisapkasini ham qilsa bo'ladi, lekin shu holatda ham buni yaxshi qilsa bo'ladi. Lekin buning uchun yoshing nechida? 16 da. Sen nihoyatda o'zingni ehtiyoj qilishing kerak. Nima qilib de? Oyog'ing o'ta issiq bo'lishi kerak. Tushunding? Ichayotgan suvingni qattiqlik darajasi birdan oshmasligi kerak. Optimizatsiyasi beling doim issiq bo'lishi kerak. Iching kuniga 3-4 mahal kelish kerak. Hayotda eshitib ol. Hayotda makka bilan bozor yemaysan. Va biz senga yangi buyrak bilan tirilgan buyrak degan o'zimizni ko'katlarimizdan beramiz bo'rimizda. Nima pankreas sog'lom ichak tozalovchi malham beramiz. Eng zo'r preparatimiz nefrorayd beramiz. Shundan sen tirilasan. Qurt degan tishing bo'lmasligi kerak. Kola, fanta, maruzini shuvayish olingan sho'rva yemaysan. Shunda biz sening kasallikni kuchayishini oldini olib qolamiz. O'zini ham sen tushundingmi? Shu senga qara. Aying nima dedi aytdim? Urolog zo'r davoladi, lekin qishda yana grippdan keyin kasallik qo'zib qolyapti. Shunaqami? Shuning uchun gripp bo'lmasligi uchun nima ichish kerak? Pankreatni katta dozda ichasan qishi bilan. Bahorga kelganda nima qilmay qo'yasan. Tushunding? Lekin buyrak kasalliklari bahorda ham nima bo'ladi. Qo'lini ber. Ko'rishmayman. Qo'li quruq. Lekin bu o'sha nimani quruqligi. Terisi ham qurib ketgan. Buyrak kasalligini hisobiga kelib chiqqan qurish. Tushunding? Keyin yuzda sariqlik ham hosil bo'lgan. Qoni ham keldi. Menga men gaplashmayman. Bemor kerak. Tushundinglarmi? Shuning uchun yana nima savollaringiz bor? Eng yomoni buni qornida suv hosil bo'lganda kichik toz chuqurchasida deyapti. Suv hosil bo'lgan deyapti. Tushundingiz? O'sha uchun uni ham davoladi. Yo'q, davo endi bu yangi. Endi mana shu buyrak yaxshi ishlamasa qoringga suv to'planishni boshlaydi-da. Qoringa mana rangi juda ham past. Mana shu yerda ertalabdan beri shu qizni ko'raman 5-6 marta rangi past deyman. Anaqa og'riq bezovta bo'lish bo'lmayapti bunda. Og'riyapsanmi rangi? Buni oxir bo'lib ketyapti. dedi, og'riq qorningda bo'ladi. Qorningda ham qornida anaqa ichi kelmagani hisobiga deb. Yo'q, o'sha noto'g'ri-da. Buyrak faoliyati buzilishda oxirgi damlarida og'riq qornida bo'ladi. Va buni qorni og'riyapti deb siz holatni buzib qo'yasiz-da. Buni mana terisi quruqlashyapti. Amoyak nima oqsillarni ko'p berganingiz hisobiga azot biriktiruvchi moddalar, kreatinin, mochevina, mochoviy kislota oshib ketyapti. Nimada gidronefroz deyapti, oqsillik ko'p chiqyapti. O'zi nima analizlarda siz ham o'zi ko'ryapsiz. Buni uzuri hayotiga kasallik xavf turganda balo bormi tungi nurezga davolat. Bu haliga bitta bemorimiz kelgan, uzuri xotin. Nimaga desam, bu erim jinsiy zaiflik dedi. Ko'rsak jigari qurib qolibdi. Ering jigarini davolat desak, boboni bar urologga yotqizib o'ldirib qo'ydi. O'lishdan bir kun oldin telefon qiluvdi, bundoq qarasam jigarga lecheniya olmayapti. Ne olmayapti desam,
urologga bordik, urolog ishlar. Urolog dedim bu nima deydi? Siprofaksini yozibdi, bunaqa daksatsini yozib, bu o'zi jigar pachalab oladi. Misol kuchli ovqat yo'q deyapti, kecha rosa qovurib ovqat qilib beruvdim, bugun ahvoli og'irlashib qoldi dedi. Keyin qizil o'rgashdan qon ketib qoldi. Telefonda bunga 25 yil o'lyapti. Tushundingiz? Shuning uchun kasal og'riyotganda birinchi va ikkinchi darajali narsani aytish kerak. O'tmayapti meni oldimmoqchi. Hozir bitta narsa aytib beraman sizlarga. Bir kun bir bemor kelyapti bizga tomografiyaga. Keyin ko'rib qoldimda, olib tushib ketyapti. Yosh kattaroq ayol ekan. Keyin nimaga, endi meni tanimaydi-ku bu yerda bosh vrachligim. Dedim, nima, ayaga infarkt beryapti shekilli dedim. Tezda dedim, ekiga qiringlar desam, yondagi o'g'li so'z beray dedi. O'zimiz doktorimiz bor dedi. Oshqozonda yarasi bor buni. Tomografingizga tushgani kelyapmiz dedi. Dedi, hop deb kirib ketdim. Ertasiga ertalab to'polon qilib kelishyapti. Doktor bir borib ko'rib bering deydi. Nima desam, infarkt ekan, reanimatsiyada yotdi. Men reanimatolog emasman. O'zi kecha o'tib ketayotganda ko'rdimki, bu infarkt beryapti dedim. Shu. Endi yana bitta gap. Bu bo'lgan gap, mana bunga bir 5-6 yil oldi. Angliyada yo'lda ketyapman. Men juda sekin yuraman. Endi bitta benisam deb to'sdi. Men birov betiga ham qaramay, ishim yo'q, tanimay. Shu hujjatimni olib borib bunday ko'rishib turib, qo'lni ushlab shunday qaradimda, nima qilib tursiz o'lib qolasiz dedi. Sovuq ter chiqyapti. Infarkt ko'rib, chap qo'lingiz, chap oyog'ingiz tolyapti desam, orqaga tezda boring dedim, ikkiga qiling dedim. Shu. Ertasiga ertalab telefon qilyapti, doktor nima infarkt berayotgan ekan, yaxshi ham nima qildingiz? Shuning uchun nima demoqchiman? Kasal ko'ruvsiz bilib qolasiz. Buni bilganingizda ham nima muhim emas. Hayotda birinchi va ikkinchi darajali narsani farqli ololmagan odam ishi yurishmaydi. Tushundingiz? Masalan, tadbirkorlikda ham, sog'liqda ham shu. Birinchi darajada oilami yo ishmi? Joy-joyga qo'yishni bilmagan odamni ishi yurishmaydi. Xullas, sen davolaymiz. Kelishdikmi? Bo'g'ilma. Ilohim tinch o'ling.